Xo'p, umurtqa pog'onasi eng ko'p uchraydigan bel umurtqa pog'onasi sohasini emertisi haqida qisqacha aytib o'tamiz. Ya'ni bu disk churrasi, ya'ni grija diska deyiladi. Emertini olgan paytda tavsiya beraman. Albatta bir og'iz holatiga qarash kerak. Ya'ni bu yerda emertini bel qismini kesib olganmiz, bu yoq orqa tomon, bu qorin tomon. Bu qorin bo'shlig'i, ichki a'zolar, aortani bir qismi tushgan umurtqa pog'onasi. Mana bu umurtqa suyaklari. Ularning orasiga tog'ay disk. Bu orqa miya kanali. Orqa miya kanalida orqa miya shutgacha kelgan, ya'ni birinchi bel umurtqasini tanasigacha kelgan, bu yoq orqa miyani shoxlariga ketgan. Oq bu orqa miya suyuqligi ko'rinishi. Ya'ni suyuqlikning ichida turadi. Mana bu umurtqa suyaklarining orqa o'simtalari. Bu bel qismida qaragan paytda bo'rtiq bo'lib ko'rinadi. Bu teri osti yog' qavati. Mana bu esa teri. Buni illyustratsiya qilib ko'rsatilgan surati bu, ya'ni umurtqa suyagi, orqa o'simtasi, orqa miya, undan chiqqan shoxlar, ya'ni bu o'simtalar, mana bular, orqa miya, mana bu shoxlar. Endi bu yerda illyustratsiya qilib orqa miyani o'zi qilib ko'rsatilgan va har umurtqa suyagi bir-biriga birlashgan joyda kanalis foramen intervertebralis deyiladi. Ikkita umurtqa suyakni o'zaro birikish natijasida yuzaga kelgan chuqurlik kanal bor, chuqurlik deb kanal bor. Bu yerdan orqa miyani shoxlari chiqadi. Bu yerda bundan tashqari arteriya kiradi, vena chiqadi va suyakning atrofida ya'ni biriktiruvchi to'qimalar bilan o'ralgan kompakt holatda bo'ladi. Mana shu holat qachonki ikkita umurtqa suyakning o'rtasida joylashgan tog'ay disk o'z xususiyatini yo'qotishni boshlasa, bu kam harakatlilik, qaltis harakat, siltab narsa ko'tarish, noqulay holatda bo'lish natijasida oziq-ovqatlar, atrof muhitning ham ta'siri bor albatta. Umurtqa suyaklarining orasidagi tog'ay disk sekin-asta o'z xususiyatini buzadi. Bu esa o'z-o'zidan mana shu diskning tarkibini o'rganadigan bo'lsak, o'rta qismida xaladiskga o'xshagan dildiroq modda, atrofida fibroz halqa bo'ladi, reming o'xshab mustahkam bo'ladi. Dildiroq modda, ya'ni xaladiskga o'xshagan biriktiruvchi to'qima har yuk ko'tarilgan paytda eziladi, yuk tashlagan paytda qaytadi. Qachonki kam harakatlik yoki qaltis harakat, siltab narsa ko'tarish, tez-tez mayda travmalar olish, oziq-ovqat suniyligi natijasida fibroz halqani sekin-asta yemilishi natijasida yuqoridan tushgan bosim, birdan qaltis narsa ko'targan paytda bu dildiroq modda fibroz halqani yoriqlardan yoki noziklashgan joydan sekin-asta turtib chiqishni boshlaydi. Yo orqa miyani o'ziga markaziy yoki foraminal, ya'ni teshikka eng tor joyga qarab turtib chiqishni boshlaydi. Mana bu yerda qizil rangda ko'rsatilgan bu umurtqa pog'onasini churrasi. Bu yerda sog'lom umurtqa ko'rsatilgan, sog'lom umurtqa pog'onasi ko'rsatilgan. Ya'ni ikkita suyakning o'rtasida joylashgan tog'ay disk orqa miyaga qarab turtmasdan turish kerak, ya'ni tekis turish kerak. Bu yerda ikkita travmatik o'zgarish ko'rsatilgan. Spondilolistozlar bor, ya'ni umurtqa suyaklarini siljishi. Bu 5-bel umurtqasini 1-tumoza umurtqasiga nisbatan pozitsiyasini teskari holat yoki 4-bel umurtqasini 5-bel umurtqasiga nisbatan joyini o'zgarib qolgan travmatik yiqilishlardan keyin ko'pincha kuzatiladigan holat. Grija bo'lsa, pauza qilish bayat qo'yasiz. Mana bu yerda umurtqa tanasi, umurtqa suyagining tanasi buyrak sohada kesilgan. Mana bu buyrak. Ya'ni bu gorizontal kesma. Odam shu yerda tik turgan bo'lsa, gorizontal kesma. Mana umurtqa tanasi. Mana bu orqa miya, aniqroq orqa miyani kanalidagi joylashgan orqa miyani shoxlari o'ngga, chapga shu yerdan chiqib ketadi, grija.
unga chapga orqa miyani shoxlari chiqib ketadi. Ya'ni boya ko'rsatgan rasmimizda. Mana bu yerda hosil bo'lgan churra sekin-asta orqa miya kanalini yopib, orqa miyani shoxlarini bevosita siqishni va o'ng tomondagi shoxni siqishni boshlagan. Chap tomon nisbatan ochiq. Mana shu siqilish natijasida nervda paydo bo'lgan og'riq, bu nerv chiqqan joyidan oyoqqa qarab shoxlansa, shu sohaga qarab bel sohada boshlangan og'riq irradiatsiya berib, bo'ksaga, songa, boldirga, to'piqqacha tushishni boshlaydi. O'shanda mana shu holatdan xulosa oladigan birinchi narsa, muammo o'zi aslida qarasangiz nervda bo'lmaydi. O'zi asli muammo tog'ayda bo'ladi. Xondropatologiya tog'ayda bo'lgan o'zgarishning asorati nevrologik bo'lganligi uchun nevropatologga kelishadi. Aslida bosh miya qon aylanish o'tkir buzilishida ham nomidan ma'lumki, insultlarda ham muammo qon tomirida bo'ladi asosan. Unidagi muammoni asorati nerv tizimida bo'lganligi uchun bu nevropatologlarga kelishadi asosan. Ana endi ikkita suyak o'rtasida joylashgan tog'ay disk sekin-asta o'z xususiyatini yo'qotib, o'rtasidagi jelatinasimon xaladiska o'xshagan dildiroq modda chiqib ketish natijasida nerv siqilishni boshlagan ekan. Agar shu jarayongacha tushungan bo'lsangiz, endi tasavvur qiling, mana teri osti yoq qavati, bu yoq o'sha bo'shliq, bu yoq bel. Mana shu joyga qo'yib turib, bevosita umurtqalar aro churrani, disk churrasini bu yoqqa qarab so'ldirib olish anatomik jihatdan mumkin emas. Buni shulda o'zida parchalab olish mumkin. Yoki buni operativ usulda laparoskopik olib tashlash mumkin. Ya'ni churradan qutulish yo operativ usulda yoki doimiy uzoq muddat mashq qilish natijasida sekin-asta buni o'z vazifasini yo'qotgan qismi so'rilib ketishi bilan, qolgan qismi mustahkamlashishi bilan va belning harakati ko'payishi natijasida umurtqalar aro tog'ay disklarni borgan sari mukammallashib borish natijasida bundan qutulish mumkin. Dori-darmonlar bu jarayonda yallig'lanish jarayonini va unga aloqador bo'lgan miospazmlarni yopishi natijasidagina qutulish mumkin og'riqdan, lekin odatdan churra turgan bo'ladi. O'shanda bu disk churrasi, grija diski, herniation disk paraminal bo'lsa, ya'ni bevosita nerv shoxini siqib qolgan bo'lsa, unda dori-darmonlar ham yordam bermaydi. Unda eng yaxshi yo'l operativ dori muolajasi hisoblanadi. Mana bu yerda yanada illyustratsiya qilib oddiyroq ko'rsatilgan, ya'ni umurtqa suyagi, ularning orasidagi tog'ay disk normasi sekin-asta degeneratsiyani boshlanishi natijasida MRTda o'rtasi oqish ko'ringan. Ana shu oqishlikni yo'qolib qorayish natijasida keyin bulging disk, ya'ni bu protruziya deyiladi, disk oldi holati. Bunda hali fibroz halqadan dildiroq modda to'liq yorib orqa miyaga chiqib ketmagan. Mana bu fibroz halqani o'rtasidan yorib orqa miyaga chiqib ketgan dildiroq modda. Endi buni orqaga qaytishi endi bu juda ham qiyin narsa. Ana endi vaqt o'tgandan keyin bu churra sekin-asta so'rilish natijasida organizm yo'q bo'lgandan keyin uni o'rnida ikkita umurtqa suyaklar orasida toraygan ingichka disk qoladi. Keyin o'zaro bu suyaklarni o'zaro bir-biriga yaqinlashish natijasida boshqa patologiyalar ham kuzatilishi mumkin. Mana churra yon ko'rinishda, bu gorizontal kesmada. Mana shu narsa ham ko'rinish jihatdan xuddi churraga o'xshaydi, lekin asli buni turgan joyi mana bu. Bu orqa miyadagi kista bor. Kista natijasida yuzaga kelgan holat.